Aşağıdan ko'rishga bo'ldiki, demak bularning maqsadi shu faqat va faqat Uyg'ur millatini yo'qotish va boshqa atrofdagi boshqa to'solib o'tgan osonlik millatlar deb qo'ydi. Shularni biroq yo'qotmoqchi maqsadi. Demak, shu 90% Uyg'urlarningki yarmidan ko'proq yo'qolib ketdi. Bu qanday bilasiz buni degan vaqtingizda biz chunki har dushanba kuni ataganda bayroq chiqamiz. Axloqim cho'ng maydoni bor. There's what we call vocational education and training centers. They are there for the prevention of a terrorist. 所谓的集中营，所谓的100万，是100%的谣言，是彻头彻尾的 fake news。